Aroq sotadigan, namoz o'qimaydigan tuqqanlarning uyida tamoq yeyish. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Odamning hamma tuqqanlari ko'ngildagidek bo'lmaydi ekan. Ba'zilar taqvo, ba'zilar fosiq bo'ladi ekan. Bizning bir tuqqan bor, ko'nglini menga bek yaqin tutadi. Ammo oshxonasida boshqalarning pejo ichishiga yo'l qo'ydi, hamda namozmi o'qimaydi. Doim mehmon bo'lib kelishga chaqirdi. Har qatim borsam tarbiya qilaman. Gap qilsaq, voy ma'qul deydi. O'zining bilganini qiladi. Mushunda tuqqanlarning uyidan tamoq yeyishga bo'lamdi. Ular namoz o'qimagan bilan zakotni ayriydi. Agar bundoq bo'lsa-chi. Ya'ni ba'zi tuqqanlar aroqni sotmaydi. Halol ishlar bilan kunini kun etadi, ammo namoz o'qimaydi. Ammo zakot beradigan yoki bermaydiganligini bilmayman. Bularning uyidan tamoq yeyishga bo'lamdi. Yana bir savol. Assalomu alaykum. Ba'zi tuqqanlarimizning oilasida ayol 5 vaqt namoz o'qiydi, er o'qimaydi. Ichibmi, qimor o'ynabmi qo'ydi. Endi bundoq oilalarda tamoq yeyishga bo'lamdi. Undan boshqa ba'zi qo'lim qo'shna, xizmatdosh degandeklar kommunist. Bundoq oilalarda-chi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Alloh taolo aytadi: "Ey iymon etganlar, biz sizlarni rizqlantirgan narsalarning poklaridan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga shukr qilinglar. Alloh sizlarga faqatla o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqa go'shini va Allohdan boshqasiga bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki ochliqdan majbur bo'lib qolib, ko'ngli xalab yoki chekdan oshmagan holda hayotini saqlab qolgudek yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi." Baqara surasi 172-173 oyatlar. Şoňa Allah'ның sizlarga rizq qilib bergan halal, pak yemekliklerden yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga shukr qilinglar. Allah sizlarga faqatla o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqa go'shini va Allohdan boshqasiga bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki ochliqdan majbur bo'lib qolib, ko'ngli xalab yoki chekdan oshmagan holda hayotini saqlab qolgudek yesa, Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, mehribondir. Nahl surasi 114-115 oyatlar. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuma aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Halolmi aniq, harommi aniq. Ularning orasida qolgan shubhilik ishlar bor. U ishlarning hukmini nurg'un odamlar bilmaydi. Shubhilik ishlardan saqlangan odam dinini va obro'yini pok tutgan bo'ladi. Shubhilik ishlarni qilgan odam cheklangan rayonda pada boqadigan cho'bonga o'xshaydi. Pada har anda bu rayonga kirib ketishi mumkin. Har podshohning bir cheklangan rayoni bo'ladi. Allah'ның cheklangan rayoni bo'lsa, harom qilib bekitgan ishlardan iboratdir. U go'sht tuzalsa, butun badan tuziladi. U buzilsa, butun badan buziladi. U bo'lsa-mu qalbdir. Buningga asosan sizga boshqalar elib kelgan hadiyaning dal o'zi yoki tamoqning dal o'zi harom moldan ekanligi kaskin bo'lsa, yoki u kishining barliq kirimi butunlay haromdan bo'lgan taqdirida uning tamoqini yeyish, hadiyasini elish kaskin harom bo'ladi. Buningda olimlarning qarashi birdek o'xshash. Agar kirimi halol bilan harom aralashib ketgan bo'lsa, harom kirimi ko'prakmi yoki halol kirimi ko'prakmi yoki qaysisining oz, qaysisining ko'pligi noma'lummi? Harom kirimi ko'prak bo'lgan ahvolda olimlarning qarashi o'xshash emas. Imom G'azali aytadi: "Bir kishining meliga harom aralashgan bo'lsa, agar ko'proq qismi harom bo'lsa, uni tekshirib aniqlamay turib, uning ziyofatini yoki sovg'asini yeyishga bo'lmaydi. Agar uning akalgini halol puldan bo'lsa, yeyishga bo'ladi. Navoda harom meli azroq, halol meli ko'proq bo'lsa, bu chaqda elib kelgan narsasini yeyish, gumonliq narsalarni yeyish doirasiga kiradi." Yana aytadi: "Agar tamoq olib kelgan odamning mol-mulkining ko'p qismi halol bo'lib, surishti qilsa, ochiqlab qoladigan bo'lsa, so'rab yurmasimi bo'ladi. Ammo harom mali ko'proq bo'lsa, uni so'rab surishti qilish kerak. Ochiqlab qolishiga parvo qilmaslik kerak, chunki u zolim odamdir." Demak, Imom G'azali mol-mulkining ko'p qismi harom kishining tamoqini yeyishni harom deb qaraydi. Boshqa bir turkum olimlarmi mushu qarashni tanlagan. Shafiiy mazhab qarashida mol-mulkining ko'p qismi harom kishining tamoqini yeyish makruh. Imom Suyuti mal-mulkining ko'p qismi harom kishiga muomala qilish agar harom malning dal o'zi aniq bilinmasa harom bo'lmaydi, lekin makruh bo'ladi degan. Hanbali mazhabda bu masalada 4 xil qarash bo'lib, asosli qarashda harom mal-mulki ko'p bo'lsin yoki az bo'lsin, u kishining tamoqini yeyish makruh bo'ladi. Bu qarashga asosan harom mal-mulkining az ko'pligiga qarab makruhlikning darajasi og'ir yoki yengil bo'ladi. Yana ba'zi Hanbali mazhab olimlarining qarshida zarur bo'lmagan ahvolda harom aralashgan moldan yeyisi bo'lmaydi. Yana ba'zi olimlar mol-mulki halol bilan harom aralashgan kishining tamoqini yeyish harommi emas, makruhmi emas deb qaragan. Ma'lumki, ayni zamonda Madinadagi yahudiylar jazona va boshqa turli harom kirimlarni qiladi. Yana ularning halol ilm-setim va boshqa kirimlari bor edi. Anas radhiyallohu anhu aytadi:
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarz olgan arpa uchun savutini go'riga qo'ygan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga arpa nini bilan ko'ydirilgan mayning purab qolganida mehmon qilish taklifini ilib borgan. Yana Anas radhiyallohu anhu aytadi. Bir Yahudi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni arpa nini bilan ko'ydirilgan mayning purab qolganida mehmon qilishga chaqirganda Rasululloh uning uyiga borgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, bir Yahudi ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga zahar solingan qo'yning go'shtini elib kelgan edi. Rasululloh u go'shtni yedi. Suriyadagi atoqli shariat olimi doktor Vahbi Zuhayli aytadi. Bir odamning meli shubhilik yoki harom aralashgan bo'lsa, uning sovg'asini yoki mehmondorchiligini qabul qilishga bo'ladi. Qabul qilg'ichi men uning halol kasbidan elib kelganini oldim deb niyat qiladi. Haramdan pul topganlik gunohi topquchiga bo'ladi. Chunki harom mol ikki odamning gadanida bo'lmaydi. Qatar shariat fakulteti fiqh bilimi raisi doktor Ali Qaridag'i aytadi. Ko'pchilik olimlarning qarashicha, millining ko'p qismi haloldan bo'lib, o'sim muomalasi orqali milga o'sim aralashib qolgan odamning sovg'asini yoki ziyofatini yeyish joiz. Chunki uning asli ana puli halol. Harom pulning gunohi yolg'iz o'ziga bo'ladi. Tamoqini yegan odamga bo'lmaydi. Bo'libmi, yemay turib olganda tuqqanchilik, sil rahimni o'zish oqibati kelib chiqadigan bo'lsa. Yuqorqilardan ma'lumki, tamoq yoki hadiyaning dal o'zi harom moldan ekanligi kaskin bo'lmasa yoki barliq kirimi butunlay haromdan bo'lmay, mol-mulki harom bilan halol aralash bo'lsa, undaq kishilarning tamoqini yeyish haqida olimlarning qarashi o'xshash emas. Bundaq tamoq hadiyalardan saqlanish mumkin bo'lgan ahvolda urug' tuqqanchilik munosabatiga ta'sir yetmaydigan bo'lsa, gumonliq narsalardan saqlanish taqvodorlik jumlasidan bo'lg'achqa, uningdan o'zini tartish, saqlanish afzaldir. Bundaq ahvolda undaq odamlarning uyiga bormasa, tamoqini yemasa gunoh bo'lmaydi. Kuvayt fiqh ensiklopediyasida kelishicha, ziyofatga chaqirg'uvchining meli harom aralash bo'lsa, chaqirgan ziyofatga bormasa gunoh bo'lmaydi. Agar uni yemay, hadiyani qabul qilmay, uyiga bormay turib olgan ahvolda urug' tuqqanlik munosabatiga ta'sir yetadigan bo'lsa, yesi joiz. Bundaq ahvolda yegan narsani halol pulga olgandir deb yesi bo'ladi. Bu yerda ta'kidlab qo'yadiganim shuki, harom mol ikki turlik bo'ladi. Biri o'zi harom bo'lgan mol, masalan, boshqalardan o'g'irlangan, bo'langan mol. Ya'ni biror qo'yni yoki tavuzni o'g'irlab, uningdan yeyishga taklif qilsa, uningdan hadiya qilsa, buni yesa, qabul qilsa bo'lmaydi. Chunki buni egasiga qaytarish vojib. Yana biri jazona, para, soxtalik qatorliq harom ishlardan yoki harom hunar kasbdan topgan pul bo'lib, bundaq pullar topgan kishining o'ziga harom. Boshqalar bu pulni mehmondorchilik yoki sovg'at yoki so'd-set qatorliq qonunliq yo'l bilan olsa, gunoh bo'lmaydi. Uningdan saqlansa afzal. Ba'zida urug' tuqqanlar yoki do'st birodarlar ara harom pul topadigan kishilarning uyida tamoq yemay, hatto gapmi qilmay uniga besim qilish orqali uni haromni tashlashga zo'rlig'ilimi bo'ladi. Buni sharoitga, ahvolga qarab chora sifatida muvofiq qo'llanishga bo'ladi. Bu bir xil da'vat usuli bo'lib, olimlar buni tashlab o'tish orqali to'sish deb ataydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan bir kishi "Mening jazoni yeydigan bir qo'shnim bor. Meni chaqirib turdi. Qanday qilay?" deb so'raganda u "Haloli sana, gunohi o'ziga" deb javob bergan. Undaq bo'lgan ekan, mol-mulki halol bilan harom aralashgan kishi musulmon bo'lsin yoki kafir bo'lsin, taqvodor bo'lsin yoki fosiq bo'lsin, aroqkash yoki qamarvoz yoki jazonixo'r bo'lsin, hammasining hukmi yuqorida bayon qilgandek o'xshash. Allah hammamizni haromdan yiroq qilsin, halolga muyassar qilsin. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 180-numurliq fatvo.